Bugun mamlakatimizdagi har bir yosh e'tiborda. Biz bu so'zlarni baralla ayta olamiz. Nimaga? Chunki davlatimiz rahbari tomonidan mahallabay, xonadonbay ishlash tizimi yo'lga qo'yildi. Aynan yoshlar masalasida. Ya'ni har bir mahallada bugun mahalla yoshlar yetakchisi faoliyat yurityapti. Bu xodim esa mahalla yettiligi bilan birgalikda yoshlarni orzu maqsadlarini ro'yobga chiqarish, tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash, hayotda o'z o'rnini topib olishi uchun imkoniyat yaratib berishmi boringki, har qanday masalasini yechishga imkoniyati ham, vakolati ham, mablag'i ham bor bugun. Zebinso mahallasidamiz. Bu yerda xususiy maktab tashkil etilgan. E'tiborlisi, bu Qibray tumanida ham birinchi. U ham bo'lsa davlatimiz rahbarining imkoniyatlari, bergan imtiyozlari, mahalla yettiligining taklifi, yosh tadbirkorning shijoati bilan tashkil etilgan loyiha. 48 ta ish o'rni ham yaratilgan va bugungi kunda mahalladagi 200 dan ortiq o'g'il-qizlarimiz bu yerda sifatli ta'lim olyapti. Shahzod aka, bu yer yosh tadbirkor tomonidan tashkil etilgan ekanda, umuman tadbirkorlik qilmoqchi bo'lgan yoshlar o'sha o'zini loyihasini taqdim etganda jarayon qanaqa bo'ladi o'zi, qaysi bosqichdan boshlanadi? Men sizga tushuntiradigan bo'lsam, davlat rahbarimizning qarorlariga asosan bir qator imtiyozlar, bir qator ligotalar berildi. Ya'niki, yosh tadbirkorlarimiz tomonidan tadbirkorlik loyihalarini moliyalashtirish imkoniyati paydo bo'ldi. Birinchi navbatda yosh tadbirkorlarimiz endi bankka emas, mahallasini o'ziga boradi. Mahallasiga borgan holda, yoshlar yetakchisiga, mahalla raisiga, hokim yordamchisiga uchrashgan holda ularning loyihasi o'rganiladi. Loyihasi o'rganilgandan so'ng yoshlar yetakchisi unga kerakli tavsiyalarni beradi, kerakli yo'nalishlarni beradi. Yoshlar loyihasini o'rganib, qaysi qaror asosida uni loyihasi moliyalashtirishini tushuntirib beradi. Yettilik hamkorlikda, albatta. Hozir men sizga mana bu turgan joyimiz o'zidan aytadigan bo'lsak, Junior Kids Akademiya Qibray tumanidagi birinchi maktab, ya'ni xususiy maktab hisoblanadi. 1 milliard 984 million kredit olish evaziga mana hozir 200 o'rindan oshiq o'quvchilarga ega o'quv markazi hamda xususiy maktabimiz tashkil topgan. Bu yoqda ta'limni sifatiga alohida e'tibor berib turib, mana imtiyozdan unumli foydalangan holda Qibray tumanida ham xususiy maktablar sonini birinchilardan bo'lib oshirishga o'z xizmatini qilib kelyapti. Undan tashqari aytsak, 2025-yil davomida umumiy hisobda mahalla yettiligini tavsiyasiga asosan 14 milliardga yaqin umumiy hisobda 250 nafar yoshlarimizga tadbirkorlik loyihalari moliyalashdi. 1 milliard 900 bu misolni aytadigan bo'lsak, kichkina loyihalarimiz ham bor, startap loyihalarimiz ham bor, yoshlarning bandligiga urg'u beradigan loyihalarimiz ham bor. Har biri o'ziga xos xususiyatiga, o'ziga xos xarakteriga ega deb aytolamiz. Umumiy tuman bo'yicha 250 nafar yoshlarimiz o'zini bandligini ta'minlashdan tashqari, umumiy hisobda 1200 nafar yoshlarning bandligini ta'minladi. Bu yoshlarimizni o'zi. Undan tashqari hali yopilmagan vakansiyalar bor u tadbirkorlikni. Bu yil yana kengaytiraman degan yoshlarimiz bor. Kamida 14 milliard mablag' evaziga davlatga qaytariladigan imtiyozli kreditimiz evaziga birinchi yilning o'zida 1200 nafar, keyingi yillariga 2000 dan oshadi. Ya'ni 2026-yil uchun kamida eski loyihalarimiz 2000 dan ziyod ish o'rinlari yaratadi. Shahzod aka, endi ilgari mana shu yosh tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash qay darajada edi? Ya'ni tadbirkorlik loyihasi bor, lekin uni amalga oshirishga mablag'i yo'q. Nima qilardi yosh? To'g'risi, bu juda bir og'irliqli savol bo'lgan. Men bu yoqdan tashqari tadbirkorlik savdo-sanoat palatasida ishlaganmiz. Tadbirkorlik huquqlarini himoya qilish uchun banklar bilan yoki qaysidir byurokrat tizimlar bilan juda ko'p kurashganmiz-da. Hozir endigi navbat qanaqa bo'ladi? Hammasi elektron tizim orqali. Birinchi navbatda yoshlar yetakchisiga murojaat qiladi. Kredit olmoqchi, tadbirkorlik qilmoqchi bo'lgan yoshlar yetakchisini to'g'ri yo'naltirib beradi. Ya'niki xuddi shunaqa mahalla idorasiga boradi. Mahalla idorasini o'zida hamma ishi bitib, mahalla idorasidan tadbirkorlik qilmoqchi bo'lgan loyihalarini moliyalashtirish evaziga bemalol ishini boshlashi mumkin. Prezidentimiz mahalladan vazirlikkacha mana shunday tizim yaratib berdilar-da, natijasini ko'rib turibmiz. Albatta. Shahzod aka, endi har bir ishni reja bilan qilgan ma'qul-da. Bu yil mehnat bozoriga necha nafar yosh kirib kelyapti? Ularning bandligini ta'minlash uchun, qay birini endi tadbirkorlikka yo'naltirish uchun reja tuzildi? Albatta. Bizda hozirgi kunda oddiy maktab o'quvchilari misolida oladigan bo'lsak, 2026-yil mehnat bozoriga kirib keladigan maktab o'quvchilarimiz umumiy hisobda 2120 nafar tashkil qiladi. 2120 nafari har biri bo'yicha mahalla maktab tizimi asosida, ya'niki maktab bilan mahalla hamkorligi
tadbirkorligi evaziga bu yoshlarimiz maktabni bitirishi bilan nima ish qiladi, qaysi bir oliy ta'lim muassasasiga kiradi, qaysi biri professional ta'lim muassasasiga kiradi, qaysi biri undan tashqari tadbirkorlik faoliyati, qaysi biri armiyaga ketadi, hammasini hisobini olib, hozirgi kunda 2120 nafar yoshlarimizni manzilli ro'yxat shakllantirib bo'lingan. 2120 nafar yoshlarimiz to'g'ridan to'g'ri maktabni bitirishi bilan oliy ta'lim muassasasiga kiradimi yokida to'g'ridan to'g'ri tadbirkorlik faoliyatini boshlaydimi, hammasini hozirdan tayyorgarliklari boshlangan. Kredit olaman degan yoshlarimizga tadbirkorlik asoslariga ustoz AI kurslarimiz bor bizda, ya'ni bepul platformamiz bor. Ustoz AI orqali tadbirkorlik yo'nalishlariga o'qitish ishlari boshlangan. Aytganingizdek, hammasi rejalik. Samandar Abdurashidov ham imkoniyatlardan foydalangan yoshlardan biri. Unga orzularini amalga oshirishda Work and Travel dasturi katta qulaylik yaratdi. Samandar, keling bir boshdan boshlaymiz. Aynan mana shu dasturda ishtirok etish jarayoni qanaqa bo'lgan, qanday talablar qo'yiladi bu jarayonda? Biz 2025-yil Germaniyaga Work and Travel dasturida qatnashib borib kelganmiz. Birinchi navbatda talabalar universitetda, ya'ni institutida yaxshi baholar bilan tugatgan bo'lishi kerak. Hech qanday fanlardan muammo bo'lishi kerak emas. MBlari bo'lmasligi kerak. Baholari hammasi 86 dan yuqori darajada bo'lishi kerak. Prezident farmoni bilan 2025-yilda bilet uchun, ya'ni yo'l kira haqqi uchun 15 million so'm sud ajratildi. Aytaylik, talaba bo'lganmiz, ishlamaganmiz. Bu narsa bizga katta yordam bo'ldi deb ayta olaman. Bemalol bizga yo'l xarajatimiz qoplab berildi. 4 oy davomida foizsiz sifatida berildi. Bu dastur sizning hayotingizni qay darajada o'zgartira oldi? Biz Germaniyada ishlab $7000 foyda bilan qaytishga erishdik. Qancha paytda? 3 oy davomida. Ko'rib turganingizdek, o'quv markazi ochdik. Hozirda 4 ta yosh kadrlarni ish bilan ta'minlashga erishdim. Bizda matematika, ingliz tili, rus tili, turk tili yo'nalishlari bo'yicha o'qitilyapti. Hozirda Qibray tumanida bemalol ayta olamiz 2+6 loyihasidan birinchilar navbatda ro'yxatdan o'tgan o'quv markazi sifatida turibmiz. Bu qanday imkoniyatlarni beradi? 2+6 loyihasi bu o'quvchilarni 2 oy davomida o'qitib, keyin 6 oy davomida bepul o'qish imkoniyatini yo'lga qo'yilgan. Bunda shartlari bor, albatta, o'quvchini bilimlari, uni harakatlari va unga sertifikat olish talabi qo'yilgan. Menimcha yaxshi o'qigan o'quvchi uchun bu muammo emas. Bu yerda tahsil berayotgan, ya'ni mutaxassislarning bilim darajasi qanday? O'qituvchilarimizni ingliz tili bo'yicha C1 darajada, matematika bo'yicha B+A darajadagi o'qituvchilarimiz dars berib kelishmoqda. Aynan mana shu o'quv markazining ro'yxatdan o'tganligi mahalliy yoshlarga nima beradi? Mahalliy yoshlarga 2 oy davomida pul to'lab, qolgan 6 oy davomida bepul o'qish imkoniyatini beradi. Aytaylik, o'qiydigan yoshlarimiz ko'p. Men bu narsaga ishonaman. 2 oy davomida ular shunchalik harakat qilishadiki, bu narsani qo'lga kiritish uchun, ya'ni aytaylik 6 oy davomida tekinga o'qish uchun bular maksimal harakat qilishyapti. 2 oy davomida talablarni bajarib, 6 oy davomida bepul o'qish imkoniyatini qo'lga kiritishga. Mana hozir Samandar so'zingizda Germaniyada 3 oyda $7000 yig'ib keldim deyapsiz-da va mana shu mablag'ingizni o'quv markazi ochishga tikyapsiz. Nima uchun aynan mana shu yo'nalishni tanladingiz? Faoliyatimiz o'zi o'qituvchilik bilan bog'liq edi. Bu meni yoshligidagi orzuyim, ya'ni o'quv markazi ochish. Shu narsaga prezidentimizni yoshlarga bo'lgan e'tibori, ularga bo'lgan sharoiti sabab bo'lib qoldi deb ayta olamiz. Endi esa e'tiboringizni tumanning Botanika mahallasiga qaratamiz. Mahallada 2025-yil katta yangiliklarga boy bo'ldi. Mahallalar infratuzilmasini o'zgartirish, yoshlarning orzu-umidlarini ro'yobga chiqarishda prezidentimizning tashabbusi budjet loyihasi yaxshi samara beryapti. Birgina biz turgan Botanika mahallasi misolida olaylik. Bu yerda shu paytgacha yoshlarning sport bilan shug'ullanishi uchun hech qanday imkoniyat, sharoit yo'q edi. Mana bunday usti yopiq, chiroyli mini stadionlar esa orzu edi xolos. Hammasi o'tgan yilgi tashabbusli budjet mavsumidan boshlandi. Ya'ni o'tgan yili yoshlar yetakchisi ehtiyojdan kelib chiqib loyiha ishlab chiqdi, jarayonga taqdim etdi va natijani ko'rib turibsiz. Bu majmua bugun mahalladagi har bir yosh uchun qadrli, birdamlik, hamjihatlik ramziga aylandi. Umuman bu mahallada necha nafar yosh istiqomat qiladi? Bu mahallada 0 dan 30 yoshgacha 2,5 mingdan oshiq yoshlarimiz istiqomat qiladi.
shu yoshlar bilan birgalikda tashabbusli byudjet loyihasining 2025-yil birinchi mavsumida, ya'ni mana shu ko'rib turgan zamonaviy mini futbol maydonchasini yutib oldik. Mahalla yettiligi bilan birgalikda bu g'alabaga erishdik. Sherzod, siz eng faoliyati yaxshi yetakchilar qatoridasiz, ya'ni top 100 talikka kiritilgansiz. Menda savol bor. Bu natijaga erishish uchun qanaqa bir bosqichlarni bosib o'tdingiz? Biz hozir bitta natijani ko'rib turibmiz. Qolganlari qanday? Shu yoshlar bilan birgalikda har doim sport tadbirlarini o'tkazamiz, ma'naviy tadbirlarni o'tkazamiz. Undan tashqari mana shu 5 tashabbus olimpiadasi, davlat xavfsizlik xizmati kuboklarida muntazam faol qatnashib kelganligimiz uchun, undan tashqari mana o'zingiz ko'rib turganingizdek, mini futbol maydonchasini yutib oldik. Mana shular asosiy sababchilardan bo'ldi deb ayta olaman. Mahalla yettiligi bilan hamkorlik ishlari qay darajada ketyapti? Mahalla yettiligi bilan, mahalla raisimiz bilan har doim kelishgan holatda ish tashkillashtiramiz. Hammamizni vazifalarimizni bo'lib beradilar. Maslahat olamiz ulardan. Shunga asosan ishlarni tashkillashtiramiz. Yana qanaqa bir rejalar bor oldinda? Mana shu mini futbol maydonchalarimiz bo'lmaganligi uchun olimpiadalarda yaxshi natijalarga erishish sal qiyinroq bo'lyotdi. Mana endi stadionimiz bor. 5 tashabbus olimpiadalarini bemalol shu yerda stadionlarda o'tkaza olamiz. Yoshlarimizga ham ancha yengillik bo'ldi. Uni ustiga mana shu domlarda yashaydigan fuqarolarimizni bolalari ham uzoqqa ketib qolmaydi. Mana shu joylarda chiqib bemalol o'ynab, ota-onalari o'tirib tomosha qilsalar bo'ladi. Hozir ko'zim tushdi, bu tomonda demak bog' ham tashkil etilyapti. Albatta, bu tomonlarda o'sha aynan fuqarolar uchun qulaylik yaratish maqsadida Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida archa daraxtlarini yoshlar bilan birgalikda ekamiz hammasini. Davlatimiz rahbari muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovichga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sababi aynan shunday loyihalar bilan biz aynan shu mini futbol maydonchasini yutib oldik. Aslida olganda bu loyihani yutishga o'zimiz ko'zimiz yetmagan edi, lekin butun yoshlar hammasi oyoqqa turdi va ular bilan birgalikda biz loyihani amalga oshirdik. Bu tashabbusli byudjet loyihasi haqiqatda bir tomondan mana shu natijalar bilan quvontirsa, ikkinchi tomondan odamlarni birdamlikka chorlovchi bir katta bir mayoqqa ham aylandi-da. To'g'ri aytasiz, hamjihatlikka juda ham yaxshi yo'l bo'ldi. Sababi ko'pchilik misol qo'shnilarimiz bir-biri bilan gaplashmasa, shu loyiha orqali bir-biri bilan gaplashib, shunga ovoz yig'aylik, shunga qatnashaylik degan ma'noda ko'pchilik harakat qildi va natijaga erishdik. Biz ishonamizki, sizning mahallangizdan chempionlar yetishib chiqishiga, chunki hamma sharoit bor ekan mana. Albatta, hammasiga harakatdamiz. Shu yil yakunigacha albatta chempionlarni ham chiqaramiz. Biz bugun mahalla yoshlari juda ham xursandmiz. Sababi Botanika mahalla fuqarolari Open byudjet loyihasida stadion yutib olishdi va bizga shunaqa sharoitlar yaratib berishdi. Bu yerda do'stlarim bilan ko'p-to'k tepib futbol o'ynamoqdamiz. Prezidentimizga rahmat, shunchalik sharoit yaratib berayotgani uchun, sport uchun.